Oqshom guruhi muxlislari. Oqshom guruhi 1997-yil may oyida o'zining 5-albomini sizlarga sovg'a qiladi. Birinchi albomimiz bu sizlarning sevimli qo'shig'ingiz. İkinci albomimiz esa yoshlarimizning yuragidan joy olgan. Begonaman, begonaman, begonaman. Jonim ishqingda men ko'p yonaman. Begonaman, begonaman, begonaman. Jonim ishqingda men ko'p yonaman. Üçüncü albom bu oshiq qalblarni larzaga solgan kiyo bola qo'shig'i. To'rtinchi albom esa hali gul bo'lib ochilib ulgurmagan qizchalarning sevimli qo'shiqlari. Bu go'zalim 5 yoshda, to'g'ri hali yoshda, lekin aql boshda. O'z aqling bilan bo'lgin sen meni maftun etgan, gullarim tun etgan, yuragim qon etgan, qizcha 15 yoshda. Beshinchi albomimizni esa Nilufar deb atadik. Lablaringdan endi kim o'par, lablaringdan endi kim o'par, jonim meni Nilufar, jonim meni Nilufar. Har kun seni ko'rgim kelar, lekin buni iloji yo'q. 1989-yil o'z ijodimizni boshlagan bo'lsak-da, shu ijodimiz davomida barcha qo'shiqlarimizni yozishda yordam bergan qo'shiqlarimiz avtori janob Mirzo Sodiqovga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu qatori aranjirovshigimiz Sergey Vorobyovga hamda ovoz rejissyori Aleksandr Slyutinga ham o'z rahmatimizni aytamiz. Gruppamizda hali o'zgarishlar yo'q. Klavishda Aziz Obidov, sizga sevimli bo'lgan Rashan Tojiboyev va men solist Zokir Sobirov. Demak, Ashen studiyasi Oqshom guruhi